alaykum bog'dorchilik podpischiklari. 2025-yil 11-may sanasi sizlarga Gigant Red, Giant Red degan gilosimizni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa pakubka bo'lib tayyor bo'ldi. Oltiariq bozoriga ketyapti. Rossiya, Moskva bozorlariga chiqib ketyapti. Xudo xolasa daraxtimiz 8 yosh bo'ldi bu yil. Yermadorskiy Giant Red degan gilosimiz. Xudo xolasa eng oxirgi uzumi bo'lyapti. Bugun hammasi tugadi. Xudo xolasa 11-may sanasida Giant Red gilosimiz pishib yetildi. Kalibri 30-32 kalibrda chiqadi. Xudo xolasa bundan yaxshiroq qaralib, ko'proq kelsa qaralsa 34-35 kalibrgacha yetkazib beradi. Xuddi shu holatda Oltiariq bozoriga ketyapti. Xudo xolasa buni ham ishonchli ko'chatlari bor. Hozirdan zakazlarni olishni boshlaganmiz. Noyabr oyiga xudo xolasa ko'chatlarni tayyor qilib, ko'chirib, dastavkalar qilamiz. Bog'da ham umumiy holatini ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa bugun oxirgi uzumi tugaydi. Ishonchli ko'chatlarini bog'dorchilik kanalidan olishlari mumkin. Nomerlarimiz profilda bo'ladi. Ko'rib, kuzatib olishlari mumkin, xudo xolasa.